Assalomu alaykum hurmatli Barakali YouTube kanalına obunachilari. Boshlagan kunlaringiz xayrli va barakali o'tsin. Xudo xolasa bugun sananing 20-iyunni sanasiga ko'ra ko'pchilik mijozlarimiz talabina binoan og'açlarimizni baholari, razmerlari bilan sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Yetdik. Xo'p, birinchi velosipeddan og'açimiz diametri 10 lik bo'ladi, uzuni 4 metrlik sasna og'açlarimizdan birisi bo'ladi. Sifatlarini ko'rishingiz mumkin. Mayda degan qora va sinadigan degan bo'lmaydi. Doldurib qo'yganmiz assortimentdan ham. Odatdan bo'ladi. Bir ozgina emas. Xudo xolasa hammangiz yetadi. Sifatlarini kelib o'zlaringiz bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Bu og'açimizni bahosini keladigan bo'lsak, 105 ming so'mga qo'yganmiz. Ustida yana 1-2 so'm kelishib beramiz xudo xolasa. O'zlaringiz ko'rib olaverasizlar. Keyingi velosipeddan og'açlarimiz joy bosirish uchun ham zakonniy variantlardan birisi bo'ladi. Diametri 14 lik, uzuni 6 metrlik bo'lgan og'açimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda xodovoy yetib turgan joy bosirish uchun, aram bosirish uchun, ikkinchi etaj uchun qo'yaman degan mijozlarimiz uchun ham ikkinchi etaj bilan birinchi etajning o'rtasini bosirish uchun ham zo'r variant bo'ladi. Diametri 14, uzuni 6 metrlik bo'lgan og'açimiz. Bu og'açimizni bahosini keladigan bo'lsak, 331 ming so'mga qo'yganmiz. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Barakalaringizdan YouTube'dan ko'rdik deb kelsangiz, xudo xolasa yana 1-2 so'm ustida kelishtirib beriladi. Ban tarafda diametri 12, uzuni 6 metrlik bo'lgan sasna og'açimiz bo'ladi. Bu og'açimizni ko'pincha namis uchun, shapka uchun ishlatib turibdi ustalarimiz. Sifatlarini keladigan bo'lsak, qurigan, uje ko'pchilik keladi, ayri, buyri, boshqa deydi. Ko'ringlar, xolangiz olinglar. Ayri olib, ayri degan narsa yo'q. Uje qurigan bu. Diametri 12, uzuni 6 metrlik bo'lgan og'açimiz. Sifatlarini gap bo'lishi mumkin emas. Bahosini keladigan bo'lsak 243 ming so'mga qo'yganmiz. Xudo xolasa 1-2 so'm ustida kelishtirib beriladi. Chevrolet deydi. Bu Chevrolet bo'lgan bilan buni gaz deb qo'yibdi. Shu mashinani qaysi model qancha yilda ishlab chiqarilganini kommentariyada yozib o'tamiz. Keyingi og'açimiz diametri 16 lik bo'lgan, mana bir quvvatli vajbar degan mijozlarimiz uchun ko'rishingiz mumkin. Diametri 16 lik, uzuni 4 metrlik bo'lgan og'açimiz bo'ladi. Sifatlarini o'zlaringiz kelib ko'rishingizni tavsiya beraman. Sifatlari moshning ko'rib olaverasizlar. Yana durishlarini qaranglar. Qatsvona deb joy bosirish uchun zakonniy variantlarimizdan birisi bo'ladi. Bu diametri 16, uzuni 4 metrlik bo'lgan og'açimiz. Bu og'açning bahosini keladigan bo'lsak 255 ming so'mga qo'yganmiz. Xudo xolasa mana ham kelishib beramiz ustida. Keyingi velosipeddan og'açimiz diametri 12 lik, uzuni 3 metrlik. 3 metrlik og'açimiz. Bu 4 metrlik yillar uzunlik atadi, 1 metr kesib tashlayman degan mijozlarimiz ko'p uchraydi bizda. Shular uchun zo'r variant. 3 metrlik, diametri 12 lik og'açimiz. Ko'rishlaringiz mumkin, sifatlarini gap bo'lishi mumkin emas. Ayrilib yotgan narsa emas, quri. Asosiysi quri narsa, bemalol joy bosirish uchun ham, o'ri uchun ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu og'açimizni bahosini keladigan bo'lsak 120 ming so'mga qo'yganmiz. Xudo xolasa yana ustida kelishtirib beriladi. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, sizlar bilan qisqacha og'açlarni baholarini ko'rib chiqdik. Kimga shunday taxta va yog'och mahsulotlari qiziq bo'lsa, bemalol barakalasa yoki pastda telefondan bilan murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmay kuzatib turgan insonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyin zo'r videolarni qo'yib boramiz. Ne deymiz? Hammangizni barakalasa kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.